Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyati 1996 yil 7-oyda birinchi qatim nashr qilgan tarixiy aslama Manas daryosidan qaytish. Avtori Savdanov Zohir. 6-bob. Tinchlik bitimidan keyin Shixanzidan yo'lga chiqish. 1946 yil 7-oyning 12-kuni Quyosh nayza bo'yi o'rliganda bütün qismlarga yig'ilish signali berildi. Har qaysi batalyonlar o'z o'rinda tezlikda saf tartib tayyor bo'ldi. Biz polik rahbarlari batalyonlarni aralab yurib, jangchilarning hammasini ko'zdan kechirdik. Jangchilar miltiqlarini mursiga artib, tegishlik o'q va granatlarni bellariga asqan edi. Har bir jangchining jummisida birdan bo'qcha bo'lib, uningga yo'lda kiydigan birdan yengil zapas ko'nglik ishdan bir qur nepiz yazliq gimnastika ham yo'lga zo'ri keraklik narsalar mahkam bog'lab olingan edi. Bo'g'chining bir tarafiga baklashka, bir tarafiga katalog, tamoq pishirish ham yeyish qachisi esilgan. Ish qilib har bir jangchini ko'targan yuki miltiq, o'q dorilar bilan 20 kilogramdan ishib ketdi. Jangchilar bu ig'ir yukni ko'tarib 7-oyning badanni ko'ydirgan tomizlarida 560 kilometrlik yo'l, 1100 yo'l, 100 lilu uzun musafini piyoda besib, tash yo'l, cho'llik, tog' davonlarni besib G'ulji shahriga berish kerak edi. Lekin barliq ofitser jangchilar bakmu xushal va ruhliq edi. Ularning chiroyidan bir xil g'ayrat va jasorat urg'ib turadi. Polik boshliqlarining tekshirishdan keyin minish buyrug'i berildi. Signalchining yo'lga chiqish signali bütün Kona Shixanzini zilzilaga keltirdi. Hamma rota komandirlari olg'a marsh degan qo'manda berilish bilan yo'lga atlandi. Bütün polik saf tartib 3dan rad bo'lishib, har bir batalyon, har bir rota izvotlar muvofiq oraliq qo'yib, G'ulja tashyo'lda haybat saf tartib g'arbga qarab mandi. U vaqtlardagi tashyo'l butunlay shig'il bo'lib, mengishqa bakmo absiz edi. Bu yo'llar yomg'ir suvlari bilan o'yilib, buzilib ketgan. Katang, to'piliq chang bo'lsa-mu, belgilma bo'yicha soatiga 4-5 kilometr yo'l yurish kerak edi. Qism Sandiqo'ziga yetib keldi. Tunji safarda hech kim g'arg'inlik his qilmadi, lekin oqqan ter va to'pa chandin jangchilarning chiroylari, yuz ko'zlari ajoyib kulkili holatga kelgan edi. Yansxay o'rmonligining sharqidagi tashyo'l ustiga kelganda cho'ng dam ilish qilindi. Ofitser jangchilar tashyo'lning ikki qasniqiga yetib dam ilishdi. Bu yerdan jangchilarning o'zlari turgan gamilar, o'z qo'llari bilan ko'lgan okuplar yiroq bo'lsa-mu ko'rinib turadi. Biroq bu yerdan o'rmon bog'dagi chig'ir yo'llarni farq etish tas edi. Chunki uzundan buyon odam mangmaganligi uchun o't cho'plar o'sib yo'lni yipib olgan edi. Ba'zi jangchilar o'rmon bog'ga qarab, "Xo'sh, o'rmon bog'dagi chig'ir yo'llar, sening illiq qo'yningda bir kuz, bir qish, bir yozni o'tkazdik. Yozda xush qilgan bo'lsang, qishda to'nglatding. Kuzda ko'nglimizni yerim qilding. Qo'yningdagi zumratdek tatliq, kishini hozirlantiradigan, ussizligimizni qondiradigan buloq suvlaring, isib ketsak soydaydigan qorong'u, buk baraqsan qarayag'ach va har xil dal-daraxtlaring, ko'nglimiz yerim bo'lsa sayrab, ko'nglimizni ichib qo'yadigan mungluq jangal qushlaring, yolg'iz mangsoq tinitib, qo'rqinchga soladigan chig'ir yo'llaring, biz uchun eng mazlik taom bo'lgan yovi toshqanlaring bilan bizning qalbimizda mangu unutilmas bir xotir qoldirding, deganlarni ko'ngildan o'tkazatdi. Ofitser jangchilar ana shunday his tuyg'ular bilan bu o'rmon bog'dan mehrini uzalmagan holda orqasiga qarab olg'a yurib ketdi. Mana endi ofitser jangchilar butunlay cho'llikka kirib ketyotdi. Bu yerlar shunchalik qiqqos cho'llik ediki, yo suv, yo dal-daraxt yo'q. Uning ustiga tashyo'l ustida manganda ushshaq shig'il toshlardan chiqqan issiq oyoq kiyimdan o'tib, qizib ketgan putlarni ko'ydiratdi. Issiq taptidan, harg'inlikdan ba'zilarini o'gdak besib katanglarga yiqilatdi. Toshlarga putlashib ketadi. Toshlar taponga petib, ishitib minishni texmi qiyinlashtiradi. Shexuga barg'icha bo'lgan bu oraliq 70-80 kilometr bo'lib, arada qo'nmasa yetib barg'ili bo'lmaydi. Kecha bir oz salqin bo'lg'achqa
kechida minish bir qadar yaxshi edi. Har 10 necha kilometr manganda bir qitim qisqa dam elinsa-mu, yanada ofitser jangchilar qattiq charchash, harg'anlik his qilmoqda edi. Shexoga qarab mangan safarda Kuytunga yaqin tashyo'l ustida to'xtab dam elish qildik. Ofitser jangchilar o'zlarini tashyo'lning ikki tarafiga etib yotdi va tashliq ustida hech nimani sezmay birdamdala shirin uyquga ketdi. Arqa saf xizmatchilari harg'anligiga qaramasdan qozon esib tamoqqa tutish qildi. Atrofdan biror tal shox-shumba, qoraymu topqili bo'lmaydi. Ular ehtiyot uchun ilib olgan o'tinlarni ishlatishga boshladi. Tamoqmu tayyor bo'ldi. Charchab ketgan komandir jangchilarga tamoq yeyishmi xo'sh yoqmaydi. Uyqudan hech kimning kechgisi yo'q edi. Ular ming bir taslikda ko'zlarini uvlab, esnab o'rnidan turdi. Uyqusiz holda tamoq qachlarini ko'tarishib, oshxona atrofiga berib ratga turib, tamoq qachsiga qo'rdoq va birdan girdinan ilib, ba'zilar yo'l ustida, ba'zilar to'g'ri kelgan yerda o'ltirib tamoq yeyishdi. Kunduzi havo qattiq issiqachqa, kechasi bekmo tinchiq bo'ladi. Shunday qilib, jangchilar tamoqlarini yeb bir oz o'ltirib aram olgandan keyin yana yo'lga chiqdi. Kuytung daryosiga kelganda tong suzilib, subhi ko'tarilayotdi. Tong oldidagi jonga huzur bag'ishlaydigan mayin shamol odamning uyqusini ichib bir oz sagitib qo'ydi. Daryodan kechib o'tishga to'g'ri keldi. Atiganda daryoning suvi bak sovuq. Uning ustiga subhidagi tong shamoli odamning qo'lini qo'riydi. Oyoqlarini tosh yara qilayotgan jangchilarning putlari tuz sepgandek ichib og'riydi. Arqa saf ta'minot qismlari Kuytung ko'rigidan o'tib mandi. Mundaq manganda yo'l uzrab ketadi. Shunga qism ko'rikdan o'tib aylanib yurmay, daryoni kechib o'tdi. Suvdan o'tishda jangchilar bir-birining qo'llarini tutishib o'tishdi. Butun polik saf tartib daryodan o'tib To'satdilla birinchi rota, birinchi izot jangchisi Himit siliqlanib ketgan suv ostidagi toshqa tiyilib ketib yiqildi. Uning qo'li yo'ldoshlar qo'ldan chiqib ketdi. Uni suv yiqitib ketib. Himitning mursida ig'ir yuk bo'lganligi uchun bir cho'kib, bir laylab boradi. Komandir jangchilar yumilab suvda yiqib ketayotgan Himitga qarab dam qetib qarabla turishib qolishdi. Shu oraliqda aydonliq suv uzishni biladigan ikki jangchi o'zlarini suvga atdi. Suv intayin tez iqvatadi. Bu qaysar yigitlar suv iqimi bilan qaysarana ilishib Himitga yetib oldi va uni tasda qirg'oqqa achdi. Bu arada butun batalyonning komandir jangchilari xuddi qo'manda berganda qo'rqinch andishsida ulardan ko'zini uzmay qarab turishadi. Bu ikki baturning Himitni qirg'oqqa achqqanligini ko'rgandan keyinla ular yenik nafas ilishdi. Jangchilar cho'rqirishib qirg'oqqa yetib kelganda Ibrohimjonlar Himitni dum qilib, ichiga kirib ketgan suvni chiqarish amalini qilyotdi. Birdamdan keyin Himitning og'zidan hadab suv yong'ili turdi. Ibrohimjon og'zini Himitning og'ziga qo'yib sho'rivdi, yana azroq suv chiqdi. Shuning bilan Himit bir cho'nqur nafas oldida asta ko'zini ochdi. Bu chaqda uning chiroyi ko'kirib ketgan edi. Jangchilar hayot mamatliq o'ttirsidagi jangchining karomatini ko'rib, bir tarafdan hayron bo'lishdi, bir tarafdan qo'rqibmi qilishdi. Bu ikki sabdosh o'z hayotini xavfga uchirishi qaramay, o'zlarini daryoga atmagan bo'lsa, rahimsiz daryo Himitni yutib ketgan bo'ladi. Jangchilar Himitni yulab o'rnidan turg'izdi. Bir nechisi Himitning kiyimlarini yashko'zib siqishib, uni chiroyli yo'gab o'zining tiniqlariga qo'shib oldi va yangi kiyimlarni uningga kiygizdi. Obdalla aksiga kelgan Himit o'rnidan dast turib, dastlabda sal santurildi-da, keyin atrofdagi jangchi sabdoshlariga harbiycha salom berib o'tib, rahmat aytdi-da, o'zining rotasiga qarab mengib ketdi. Qarab turganlar paraqida kulishib ketdi. Himit kayniga o'rilib qarab, o'ziga zo'qlanib qarab turgan Ibrohimjonni ko'rib qoldi-da, uningga qo'lini sunib, "Rahmat sizga Ibrohimjon aka, meni o'limdan qutuldirib, ikkinchi hayot berdinglar", dedi-da, Ibrohimjonni mahkam quchoqladi. Komandir jangchilar xotirjam holda o'z rotasiga kelib saf bo'lib safarga atlandi. Himit qo'rqib ketganlikdan uning chiroyi xilala sarg'aygan edi. Qism soat 12larda Shexoning g'arbidagi teraklik joy
Ganxızıga yetib keldik. Bu yer dehqonlarning ekinligi bo'lib, bug'doy, qo'noq, beda qatorliq narsalar terilgan edi. Etiz atrofi bo'lsa, Ashtarxon keraklik bo'lib, kun xilila issiq bo'lsa-mu, bu teraklik osti xili salqin edi. Har qaysi qismlarga dehqonlarning ochliq ziroatlariga ziyon solmaslikni, intizomga qattiq rioya qilishni uqtirdik. Lekin ayrim jangchilar bu yerga kelgandan keyin intizomga xiloflik qilib mahalla atrofidagi yava kaptarlarni etib mahallani vahimaga silib qo'ydi. Buni anglab, men darhol o'q chiqargan rotalarga odam avatib, tekshirtib intizomga xiloflik qilgan jangchilarni rota oldida qattiq tanqid qildik. Ba'zi bangboshlarini butun rotalarning oldida ismini atab tanqid qildik. Polik bir kun dam olgandan keyin yana g'arbga qarab yo'lga chiqdi. Yo'lga chiqish vaqtida 1-batalyondagi yeshi cho'ngroq peshqadam jangchilardan Abdurhim Bolshevik, Osman Yanduza, Abdul Tonguz qatorliqlar arqisab boshliqlari bilan oyoq kiyim haqida g'uvg'a chiqardi. Bular oyoqlarimiz yirtilib, putlarimiz chiqib qoldi. Bizga 2 qo'r batinka almashtirib beringlar degan talabni qattiq qo'yib turyapti. Chunki bularning kiygan oyoqlari koni bo'lg'achqa, oyoqlarining yon va tapan tarafi teshilib, shig'illar kirib putlarini g'ajab ketgan edi. Kunning issiqida bundaq jarohat bilan tosh yo'lda minishmu tas edi. Bu jangchilarning boshliqlarining hozir arqa sapda 2 qo'rdan zapas batinki yo'q. Arqa sap jinga barg'icha arqamizdan yetkazib berdi. G'ayrat qilinglar degan gaplarga pisandmi qilmay jidal qilishyotdi. Tuyuqsizlar men berib qoldimda bu uchining ko'ziga tikilib qarab andin ularning beshidan oyog'igacha tikilib qaradim. Haqiqatan bularning putlari ichilib yara bo'lib ketgan edi. Bu ayni ahvolni ko'rib ichim og'ridi. Vujudimdagi heliqi achchiq shu hamon nalargadir tarqalib ketgan edi. Men jangchilarga ich og'ritish, mehribonlik hissiyotim bilan Abdullohning mo'risiga qo'limni qo'yib turib mundaq dedim. Rost, ko'rib turibdiman. Putinglar haqiqatan jarohatlanib ketibdi. Qandaqmi mangansizlar? Ko'rmay turib har nim debdiman. Sizlarga ichim serilyotdi. Isit, agar mening oyog'im sizlarga to'g'ri kelgan bo'lsa, hozirla yeshib putinglarga kiydirib qo'yib, o'zim yalang oyoq minishga rozi edim. Biroq amal yo'q. Bu rota izvod komandirlarini xijil qilib jidal qilsanglar, arqa sapda zapas 2 qo'r turmoq, 1 qo'rmo oyoq bo'lmasa, bularning nima mali? Agar oyoq bo'lgan bo'lsa, bularmo sizlarni bunchalik qaqshatmagan bo'ladi. Hozir sizlarning oldinglarda bularmo xijil, menmo xijil bo'lyapman. Rost, sizlar 2 yildan buyon nurg'un qiyinchiliklarni tortdinglar. Mo'ldirdek yig'ayotgan dushman o'qlarining ichida o'limdan qo'rqmay qon kechib kurash qildik. Qorong'u o'rmonlarda, sovuq gemilarda muzlab titrab, barliq qiyinchiliklarni yengib mudofaada turdik. Oq qor, ko'k muzlarda dum yetib, dum qopdik. Nurg'un sabdoshlarimizdan vaqtsiz ayrildik. Shu jafo mushaqqatlarga chidagan qaysar jangchilar amdi jinga bargacha g'ayrat qilmamsizlar? O'zinglar o'ylab beqinglar. Shu jafo mushaqqatlik urush yillarini bir tuqqan qarindoshdek inoq o'tkazib, amdilikda kichikkina narsa uchun jidal qilsanglar, bizning nima amalimiz bor? Yigitlar, g'ayrat qilaylik, deb batalyon komandiriga bularning oyoqlarini darhol yamitib berishni topilab, kuchining dumbisiga urib qo'yib, tez qadamlar bilan ketib qoldim. Bu uch jangchi intayin xijolatchilikda qopdi. Shu hamon rotaning mo'zizlarimi oyoqlarini yamab tayyor qilgan edi. Bu chaqda Polik yo'lga chiqishga tayyorlanayotdi. Bir ozdan keyin butun Polik tosh yo'lga chiqib yurib ketdi. Shtab boshlig'ining so'zi hammani qattiq ta'sirlantirgan edi. Chigishurdagi yomg'irliq kecha. Chigishur 7 yog'och ma'nosida. Polik tosh yo'l bilan g'arbga yo'l oldi. Bu qitimqi yo'l safari texmo jafoliq bo'ldi. Bu qaqas cho'l jaziralarda suv yo'q edi. Ussizlik jonni qiynaydi. Qalpiqlar qurib yerilib ketgan, qo'llar to'pachang va issiq shamolda yerilib badanlaringizni tutsangiz, xuddi supurgining ko'tikida tatlagandek yeriklashib ketgan edi. Qismlar tushda Portaji degan yerga kelib qisqa dam oldi. Butun qism dam elib jangchilar tosh yo'lning ikki yoqasidagi eriqqa yonboshlab yotdi. Charchash va issiq jangchilarni kundan kunga holsizlantirib qo'ygan edi. Dam olganda
Jangchilarning nanmu yegisi kelmaydi. Aralab suv qachisidagi suvdan bir qancha yutum ichib, yerilgan lavlarni yalab qo'yishib, put-qo'llarini uzun sonishib yetib oladi. Qisqa dam olish oyoqlashgandan keyin yana yo'lga chiqish signali chelindi. Jangchilar shundaq taslikda o'rinlaridan turib safga tizildi. Ba'zilar o'zicha g'udonshib, bundaq tomizning issiq kunlarida uzun yo'l yurishdan zararlanadi. Ularga bir-biriga qarab gap qilishmi xo'sh yoqmaydi. Qism gugum tushganda Chigishorga yetib keldi. Chigishorga yetib kelishi bilanla havo tutilib, hamma tarafni qorong'ulik besib ketdi. Chigishorda hech qanday fuqaro yo'q edi. Urushdan ilgari yo'lga qarag'uvchilar o'ltirdigan bir necha eg'iz ko'natam uy bor edi. Uningdan boshqa dushmanning ko'rib beshiga yasgan bir ikki potaylarimi bor edi. Chigishor daryosining suvi ulug' iqvatadi. Qismlar bu yerda to'xtab, dalada qonalg'uga tushdi. Iliqib bir necha eg'iz tam uylarga polik boshliqlari o'rinlashdi. Qolganlarning hammasi o'z batalyonlari bilan yatmoqdan boshqa amalmi yo'q edi. Shunda qattiq yerda nefis yepinchilarni yepib, yetishga tayyorlandi. Yomg'ir tomchilashga boshladi. Dalda qilg'udek hech qanday narsa yo'q edi. Barg'ansiri yomg'ir ittiklab, sharqirab yoqili turdi. Birinchi batalyon shtabi qora yog'ochni dalda qilib, shuning ostiga o'rinlashdi. Batalyon shtabi bo'lsa, qora yog'och daldisiga yerim yarta panohlandi. Lekin bu qora yog'ochmi jangchilar uchun panoh bo'lolmayotdi. Yomg'ir barg'ansiri qattiq yig'iverdi. Jangchilarning butun kiyim-kechaklari cho'p-cho'p ho'l bo'lib ketdi. Ba'zi rotaning bir qism jangchilari batalyon shtab yiniga kelib, qora yog'och ostida yig'ilishib komandirlar bilan birlikda put-qo'llarini yig'ib o'ltirishib oldi. Aralab shunda qattiq chaqmoq chaqatdiki, uning yuritilayotgan yo'riqida jangchilar bir-birining turqini bemalol ko'ralaydi. Jangchilarning bu chog'dagi turqini ko'rgan odamning ularga nisbatan ko'ngli bearam bo'ladi. Hammaning kiyim-kechaklari ho'l bo'lib, o'lchilik dastida hammasi shumshib zo'ng o'ltirib, beshini ikki tizining orasiga tiqib olgan edi. Boshqa qismlar bir-birining mursiga beshini qo'yishib, zo'ngzaygan holda dugdarishib o'ltiradi. Bunda qattiq yomg'irda kimmi uxlay olsin? Oxiri bo'lmay birinchi batalyon shtabi turgan qora yog'och ostida jangchilar batalyon birinchi rotasining ofitserlari g'ujmak bo'lib parang'a tushdi. Ular bir yoqdan yomg'irning azobini tortsa, yana bir tarafdan uyqusizlikning azobini tortib o'tadi. Tuyuqsizlar bir jangchi yo'ldosh kombat, Chigishorning ko'riki xili cho'ng ham uzun ekan. Bu ko'rikni qachon kimlar buzib o'tgan deb so'radi. Komandir batalyon tamkinlik bilan buning buzilish jarayonini hikoya qilib berdi. Chigishor ko'rikining partiltilishi 1945-yil 5-oylarda uch viloyat partizanlar qo'mondonlik shtabi Baychurin Tatar boshchiligida 65 kishilik partizanlar cho'ng atirtini tashkillaydi. Bularning vazifasi Nilqa tog'liq rayonlaridan o'tib, Shexo bilan Jing oraliqidagi Chigishor ko'rikini buzib tashlab, Gomindan qo'shinlarining Jing bilan Shexo oraliqidagi qatnash aloqasini uzib tashlash. Shuning bilan uch viloyat qo'shinlarining Jingga hujum qilishiga foydali sharoit yaratib berish edi. Partizanlar ikki kichik atratga bo'lindi. Har bir kichik atratda tanlangan jangchilardan 30 ga yaqin bo'lib, bu kichik atratlarga Nail Tatar yetakchilik qiladi. Cho'ng atratga Baychorin o'zi rahbarlik qilib, cho'ng atratning kotibligiga O'razbek Qozoq belgilandi. Yana Tursun Saidahmadmu bu partizanlar ichida bir kichik atratga boshliq edi. Baychorin boshlig'idagi bu partizanlar xili bir mezgil tayyorlik ko'rgandan keyin 1945-yil 6-oyning boshlarida Jing bilan Shexo oraliqidan chiqish uchun yaxshi otlarni tanlab, bir qancha yetak otni zapas qilib yo'lga chiqdi. Ular bir qancha kun mang'andan keyin qish yoz qor muz ketmaydigan Muzdavan, Zikir, Arslan, Musun qatorliq davanlardan o'tdi. Bu davanlar egiz ham qor qilin bo'lib, ba'zi joylar cho'nqur hang edi. Tog' bag'ri bo'ylab yo'l yurishmi qiyin. Otlar muzda tiyilib ketsa, hangga tushib ketadi. Shuning uchun ba'zi joylardan manganda otda o'ltirish intayin xatarlik ham mumkin emas edi. Shuning uchun
Bundaq joylarda partizanlar atdan tushib yetilib, piyoda avaylab mang'atdi. 6-oylarda tog'ning cho'qqisida qilin qarlar erimagan bo'lg'achqa, partizanlar putlariga piyma, uchisiga qo'y terisidan tikilgan oq sansanjuva kiyib olgan, bo'yin va murlarga esib olgan avtomat, miltiq, o'q dorilar bor edi. Ko'tirib olgan yuklari ig'ir bo'lg'achqa, bu qilin qarda piyoda menish bakmu tas edi. Kültük qar tizig'icha kelatdi. Soğuqdan ba'zilarning quloqlari ushib, qop-qora bo'lib qolgan. Ba'zilar bak to'nglab ketib, eg'izlari qo'lashmay, gap qilolmay qolgan edi. Ular 1945-yil 6-oyning 15-kuni Shexu tarafga oshadigan Sarg'azi degan davonga yetib keladi. Ular Sarg'azdan Shexuga oshadigan eg'iz bilan Sarg'azdan Nilqiga oshadigan Chag'atay degan davonda düşman barliqidan xabar topadi. Partizanlar 3-4 razvedchikni oldin ahvol egilab kelishga avatidi. Partizanlarning razved guruhi ahvolni egilab kelgandan keyin partizanlar boshlig'i Baychoringa doklad qiladi. Chag'atay davini ustida düşmanning 2 ban askari, bir dona poti bor ekan. Potayning ostida 50 metr doirada düşman askarlarining turar uylari bo'lib, ular sap yog'ochdan yasalgan ekan. Düşmanning askarlari shu yerda turadi ekan. Shu uylarning g'arbiy tarafida yog'ochdan yasalgan bir at qorosi bo'lib, düşman askarlarining atlari shu qoroga solab qo'yildi ekan. Qorodan 200 metr yiroqda chorvachi qozoqlarning, mo'ng'ollarning tarqaq tam va yog'och uylari bor ekan. Baychorin dokladni anglagandan keyin biz kunduzi tuyuqsiz hujum qilmoqchi bo'lgan edik. Bundaq qilganda düşmanning qochib ketishi uchun sharoit yaratib qo'ydik ekanmiz. Biz endi saharda, ya'ni subiy ko'tarilish oldida tuyuqsiz hujumni boshlaymiz. Birinchi atrat oldin berib, davonni saqlab turgan potaydagi postlarni ujuqtirib, ondan uyda uxlayotgan düşmanga tuyuqsiz hujum qilishi kerak. Shundaq qilgandala düşmanni qaymoqtirib atkili bo'ladi, deydi. Vazifani topshirib olgandan keyin birinchi atrat boshlig'i Nail o'z atratining ishlarini puxta o'rinlashtirdi. Birinchi guruhga subiy ko'tarilishdan burun davon ustiga chiqadi. 2 jangchi potaydagi postlarni ujuqtirib o'tishni, 2 jangchi ot baqarni joylab o'tib, otlarni pam bilan qorodan chiqarib o'tish va düşmanning otliq qechishining oldini olish vazifasini ustiga oladi. Partizanlar harakatlanganda oy qorong'usi ekan. Oldin bekitilgan 4 jangchi chaqqonlik bilan yo'lga chiqdi. Bular nihoyatda tez surat bilan hech qanday qarshiliqsizlar Potayga yaqin yetib kelib oladi. Bular Potayning to'shkidan asta sapsilib qarab, Potaydagi 2 postni ham ikkisining birdan pilotning yanida juviga yo'ginib o'ltirib, xotirjam xo'rak tartib uxlayotganligini ko'rgan. Ularning nazaricha odamzod oz keladigan bu muz davonga ili partizanlari osonlikcha kelolmaydi. Shuning uchun ular bahraman uxlavergan. Ayub bilan Samat degan 2 jangchi chaqqonlik bilan 2 postni ujuqtirib turishig'ila düşman qorosi tarafda itlarning qattiq g'avshigan ham otlarning kishnashgan ovozi anglanib qoladi. Ular postlarning qo'lidagi pulemyotni elib düşman qorosini qattiq o'qqa tutdi. Bu vaqtda birinchi atrat bilan ikkinchi atratning partizanlari kelib bo'ladi. Uydan yugurib chiqqan düşmanlarning hammasi yer ishlaydi. 15 minut davom qilgan qattiq ilishishdan keyin faqat düşman askarlaridan 3-4 qochishga ulguradigan. Düşmanning 14 askarini yo'qotib, 17 dona miltiq, 2 dona pulemyot, 16 ga yaqin otni g'animat olgan partizanlar bu 2 davonni tezla ishg'ol qilib olgan. Bu Sarg'azi davini kengri ketgan yayloq bo'lib, davon ostida Mo'ng'ul, qozoq chorvachilarining tam uylari bor edi. Partizanlar 2 davonni saqlab qiyotgan düşmanni yo'qotib, bu yerni ishg'ol qilgandan keyin bu yerdagi qozoq, Mo'ng'ul chorvachilar ularni intayin qizg'in qarshi elib, o'zlarining issiq tam uylariga o'rinlashtirgan. Mal so'yib mehmon qilgan. Partizanlar chorvachilar bilan ich qo'yin tosh qo'yin bo'lib ketgan. Chorvachilar partizanlarning herib qolgan o'roq otlarini o'zlarining semiz, yaxshi otlarga almashtirib bergan. Partizanlar bu joyda bir necha kun dam olib, yerlik xalqlar orqali düşmanning ahvolini to'liq egillagan. Bo'libmi Chigishur ko'rikini qanchalik düşman saqlaydiganligini, ularning qurol kuchi qatorliq ahvollarni tafsiliy uqqan.
Egilgan ahvoldan qaraganda ko'rikni bir ban askari saqlaydi ekan. Dushmanning qolgan bir liyan askari ko'rikning shimolidagi ko'rikdan 1 kilometr yiroqlikdagi jangizlarda turdi ekan. Bu ahvolni shu yerda turishdiq elning oqsoqiliga Chigishorda turishdiq chiriklarning bir kichik boshlig'i so'zlab bergan ekan. Partizanlar dushman ahvolini egilgandan keyin Chigishor ko'rikini portlatish planini tuzdi. Bir atraf daryoning yuqorisini aylanib, dushmanning Jing, Shexu bilan aloqalashadigan telefon simini kesib tashlab, ko'rikning shimolidan 1 kilometr yiroqdagi jangizga dushman rotasiga tuyuqsiz hujum qilish ham dushmanni parakanda qilib gangirtib qo'yish, yana bir atraf ko'rikka qarab mengib, u yerni saqlayotgan bir ban askarni yo'qitib, darhol ko'rik ostiga mina qo'yib, ko'rikni 2-3 yerdan portlatib tashlash. Lekin bu harakatlarning hammasini kechasi ilib berish, subhi ko'tarilib yerga yo'riq tushishdan burun vazifani o'rindab bo'lish, tong atgandan keyin kelgan yo'l bilan udul taqqa qarab chekinish lozimligi o'rinlashtirilgan. Shu kuni qorong'u tushishi bilanla birinchi atraf belgilimi bo'yicha ko'rikning shimol tarafidagi jangizga tuyuqsiz hujum qilishga otlandi. Ikkinchi atraf sharq tarafdan yarni bo'ylab ko'rikka qarab mangadi. Shunda qilib oldi bilan ikkinchi atraf ko'rik yeniga yetib keladi. Ko'rikni saqlayotganlar rostilla bir ban askar ekan. Ko'rikning beshida u yoqdan bu yoqqa mengib postda turgan chirikning yolg'iz ekanligini jazmlashtirgandan keyin partizanlardan 3 nafar kishi ko'rik beshiga o'milab berib, chirikni orqadan pichoq urib ujuqtirdi. Bu chaqda dushman askarlari qattiq uyquda ekan. Partizanlardan qolgan 6 kishi ikkiga bo'linib, ko'rik ostidagi yog'och ko'riklarga portlatqich dorini qo'yib, piltini yoqidi. Qolgan partizanlar ko'rik ustiga chiqib, uyda uxlayotgan bir ban askarga avtomatdan o'q yog'dirdi. Birinchi atraf dushman liyani turgan jangizga yaqin berib razvet qildi. Bu jangizdagi dushman askarlarimi yo'g'on qo'rg'oga otlarini bog'lashib qo'yib, o'zlari bahramon uyquda ekan. Partizanlardan biri tuyuqsiz yog'ochga putlashib yiqilib ketdi-da, jangizdagi qattiq qavishib ketgachga dushman askarlari sizib qoldi. Postda turgan dushman askari oldin o'q chiqardi. Shuning bilan dushman askarlari o'yg'onib ketib, ikki taraf 1 soatga yaqin qattiq urushdi. Dushman jangiz ichida mudofaada turib qarshilik qiladi. Bundaq patparaqchilikda dushman otlari o'rkib qochib ketdi. Atlarning qechishi bilan tangla ko'rik portlab guldirilgan ovoz butun atrofni zilzilaga keltirdi. Demak, ko'rikni portlatish atirti vazifini degan muddatda o'ngishliq va g'albilik o'rinda bo'ladi. Birinchi atraf bu yerda birer soat qattiq etishib, bir qancha dushmanni jindan judo qiladi. Atlaridan mu ayritdi. Qolgan atlar o'q ovozidan urkishib, taraf-taraflarga petirab ketgan edi. Tang etishi bilan atraf bir tarafdan urushib, bir tarafdan taqqa qarab chekinadi. Dushmanlar atlaridan ayrilib qolgachqa, partizanlarning keyindan piyoda qo'g'ilgan bo'lsa-mu, hech qanday natijaga erisholmaydi. Chunki partizanlar allaqachon tog' tarafga chiqib, ko'zdan g'oyib bo'ladi. Partizanlar shu qitimqi ilishda dushman askaridan 10 nechini yer tishiltidi. Jing bilan Shexu oraliqidagi telefon simlarini bir necha yerdan uzib tashlaydi. Natijada dushman Shexu bilan Jing o'rtasida aloqalasha olmay, butunlay palach holatga tushib qoladi. Bu qahramon azmatlarning 1945-yil 7-oylardagi bu xil baturani harakatidan keyin milliy armiyaning Jingga hujum qilishiga yaxshi vaziyat yaratib berilgan edi. O'z vaqtida Jingda dushmanning 3000 ga yaqin askari bo'lib, bu askarlarga Gomindaning general-mayori Gochi degan kishi qo'mondonlik qilgan. Shexudmo dushmanning 4000 dak askari bor edi. Agar Jingga hujum qilsak, Shexudin dushman darhol askar yo'tkab Jingga yordam berib, bizning Jingni ozod qilishimizga zo'r to'sqinlik qiladi. Ko'rikning portlatilishi Jingdagi dushmanning Shexudin keladigan zo'r yordam kuchini uzib qo'ygan. Jing dushmanning oldingi sepidagi yengilmas qo'rg'on deb atalgan mustahkam joyi edi. Shunga milliy armiya qo'mondoni Jingga hujum qilish planini o'rinlashtirganda, Shexuqmo bir vaqtda hujum qilishni o'rinlashtirgan edi. Shexu urushiga Suydong piyoda birinchi poli qatorliq
Qarindosh qismlar Bo'rtala, Qizilturq orqali kelib Chipayzini ozod qilish, Chipayzidan Shixoning shimoliy tarafiga o'tib, Shixoning Qaradong tarafidan hujum qilish belgilangan edi. Qo'mondonning mushundaq strategiyalik hujum qilish plani puxta bo'lganligi uchun biz Jing va Shixodagi dushmanlarga ajallik zarba berib, Jing bilan Shixoni tezla ozod qildik. Kombat so'zini tugatdi. Jangchilar kombatga rahmat etdi. Angacha yomg'irmi asta-asta to'xtadi. Tangmu atayit deb qoldi. Ko'rikni portlatish ahvolini anglagan jangchilar intayin qattiq ta'sirlandi. Ular ayni vaqtlardagi partizanlarning tartgan qiyinchiliklarga qaraganda bizning yo'l ustida tartgan mushaqqatlarimiz hech gap emas ekan degan hissiyot ichida bir-birining murisiga beshini qo'yishib, tatliq uyquga ketishdi. Atrofdan loy to'pining puraqi kelib turadi. Shu topda mushu jangchilarning ahvolini o'z ko'zi bilan ko'rgan har qanday odamning ichi og'rigan bo'ladi. Zo'ng'zo'yib layda o'ltirgan, ostidan yomg'ir suvi sirg'ib yiqayotgan, murilarda qurol, ba'zilari qo'lidagi miltiqiga yo'linib uxlayotgan mushundaq bir paytda o'rindan turish signali chilindi. Bu chaqda tongmo etib kun sharaqdan qizirib chiqayotgan edi. Hamma batalyon rotalardagi jangchilar yomg'irda ho'l bo'lib ketgan kiyim-kechaklarni siqishga boshladi. Bu kiyimlarni siqsangiz xuddi patqoqdan suzilib siqqandek ko'rinadi. Bir tarafdan orqa saptiklar qozonlarni esib, choy qaynatishga kirishib ketdi. Ularning yasagan o'choqlaridan quyuq qaramtul is chiqadi. Chunki kecha yaqqan yomg'ir o'tin yog'ochlarini ho'l qilayotgan. Kuyayotgan o't kis qilib quruqla is chiqaradi. Qozon beshida yurganlar o'tni ko'dirolmay yomg'irni qarg'aydi. Ba'zilar bo'lsa g'udrab, bu o'tda qandoqmi choy qaynatqili bo'lar? Bechora jangchilarning qo'lsaqlari ichib yomg'ir suvi ustixonlaridan o'tib ketdi, deydi. Shu orada men rotalarni aralab bu yerdagi o'choq beshiga kelib qolgan edim. Ahvolni ko'rdimda oshpazlarga choyni bir amal qilib qaynatib, jangchilarni tezroq g'izolantirishni dedimda tez ketib qoldim. Men ketgandan keyin oshpazlar darhol uchisidagi kiyimini silib, ikki qatlab turib o'tni yalpishga boshladi. Shu hamon polik doktorlarimi paydo bo'lib, rotalarni aralab, keshdagi yomg'irda zukamdab qolganlarni tekshirib, ularga dori ichirib, kiyimlarini yangushlab diqqat qilishni topilib ketdi. Ba'zilar atiganning sovuqida chiroylari ko'kirib titrayotdi. Birdamdan keyin rotalar bo'yicha tamoqqa o'ltirishdi. Jangchilar bolka, nonlar bilan issiq choyni qonudek ichib, birdamdala put-qo'llarga jon kirib, chiroylarga qon yugurdi. Shunda qilib, tong etib 2 soatdan keyin qism yana ratga tizilib Chigishur daryosidan o'tishga tayyorlandi. Jangchilar ratga tizilib suvdan o'tishga boshladi. Qism sog'-salomat daryodan o'tib bo'lguncha kunmu xili ko'tarilib, chashka vaqti bo'lgan edi. Birdilla kun yana qizishga boshladi. Komandir jangchilar g'arbga qarab tosh yo'l bilan olg'a ilgarilamoqda. Yiroqda Talliqning büyük baraqsan qo'yuq bo'stonligi xuddi bir cho'ng shaharga o'xshash ko'rinadi. Amaliyotda u bir o'tang bo'lib, u yerda tosh yo'lga qaraydigan davbanlar, turishliq bir necha koni tam uylar bor edi. Urushdan burun G'ulja va Urumchiga qarab mangan mashinalar bu yerda to'xtab o'tadi. Bu Urumchi va Qumulga bug'doy to'shiydigan ili Uyg'urlarining ko'tak karva karvonlarining bir necha kun qo'nib, otlarini dam olg'izib, hardoq chiqarib mangadigan cho'ngroq o'tangning biri edi. Qismlar yerib charchab kechda digidek bu talliqqa yetib keldi. Oqshomqi yomg'irda o'l bo'lib ketgan kiyimlari kunning issiqida qo'rilib, ter bilan qo'shilib sho'r o'rlab ketgan. Ba'zilarining gimnastikasining yoqsi bo'yinlarini g'ajab qizartib etgan edi. Ba'zi jangchilarning oyoqlari yirtilib, putining jarohat bo'lgan yerlarini oqshomqi yomg'ir suvi ichib etgan edi. Uning ustiga jangchilarning yelkalarini miltiq surkili verib qizartib etgan, ba'zilarining mursini qurolning tasmalari qiyib, qamchining iznasida qizartib etgan edi. Tunugunki yomg'irda sovuq tekkan jangchilarning ahvoli ig'roq edi. Shuning uchun polik boshliqlari mushu ahvolni ko'zda tutib, qismning Talliqda 2 kun dam elishini o'rinlashtirdi. Oldi bilan har bir rota va xo'jalik boshqaruvchilarga dam elish jarayonida jangchilarning
ozuqliqini bir hassa ko'paytib, kunda 2 qatim go'sht sho'rpa qilib berishni topiladi. Ham dam olish jarayonida komandir jangchilarning yirtilgan oyoq kiyimlarini yamab, kiyim-kechaklarini yuvib almashtirib olish, safar ustida putlari qopirib ishib yara bo'lib ketgan jangchilarning davolanib, jarohatlarini saqaytib olishni o'rinlashtirdi. Oxirida polik boshliqlari buningdan keyingi safarning texmo jafoliq bo'lganligi, buningga chidash, g'ayrat qilishga to'g'ri kelganligini topilib qo'ydi. Xili bir qism jangchilar kundan kunga holsizlanayotdi. Uning ustiga tomuzning issiqi jonni qaqshatdi. Shunga ba'zi jangchilar issiq o'tib to'lg'oq bo'lib qoldi. Yo'lda suv tepilmaydi. Oldimizdagi cho'llik xili uzun. Shuning uchun jangchilar suv qachlariga suvni obdan qachlashni unutib qolmasin, yeydigan ozuqni yetarlik ilib olsin deb uqtirish qilindi. Har bir batalyon, rotalar yuqorqi topshiriq bo'yicha yo'l tayyorligini qildi. 2 kundan keyin qism sahar vaqti soat 4 da Talliqdan yo'lga chiqdi. Jangchilarda tug'ilgan yurtiga tezroq berib, oilasidagilar bilan ko'rishib jam bo'lish istagi bo'lg'achqa, bu xil istak ularga umid, ishonch, kuch-quvvat ato qiladi. Yarador bo'lganlar og'riq azobidan har qancha qiynalsa-mu, charchab holdan ketyapsa-mu, yanila chidab azoblarini bir-biriga bildirmay intizom bilan ketyapti. Komandirlar jangchilar bilan o'xshash jafo tortayotgan bo'lsa-mu, hargiz chandurib qo'ymaydi. Bundaq jafoliq safarning eng cho'ng aloyidagi komandir jangchilarda bir-biriga yordam qiladigan, bir-biriga texmo cho'nqur mehri muhabbat bildiradigan hissiyatni uyg'otadi, ching'itadi. Qumbuloqdagi buloq suyi. Tosh yo'lni bo'ylab uzun sap tartib mangan polik barg'ansiri qumluqqa qarab ichkirilib kirib ketib boradi. Quyosh oltin nurini sexilik bilan chachmoqda va cho'l havosi barg'ansiri ismoqda edi. Jangchilarning badanidan qo'yilayotgan ter ularning ko'ngliklarini chip-chip yo'l qilayotgan edi. Kunning qizdirishi bilan badanlari go'yo vijildayotgandek kuyatdi. Ussizlikdan kalpiklari gaz bog'lab ketgan komandir jangchilar baklashkalaridagi suvdan bir yutumdan ichib og'izlarini namdab qo'yibla yana mengib ketadi. Chunki bu cho'llikda suv ularning hayotiy bo'lg'achqa uni shuncha tejashga to'g'ri kelganligini biladi. To'satdilla 2-batalyonning 4-rotasidagi bir qancha jangchining beshi aylanib yiqilib tushdi. Bu yiqilganlarni polik doktorlari darhol amlab hushiga keltirdi. Hushiga kelgan jangchilarning yo'l mang'idek holi yo'q edi. Mag'dursilinib ko'zlari qorong'ulashib turadi. Dal shu chog'da Shexu tarafdan bir cho'ng qora mashinaning jingga qarab ketayotganligi ko'rindi. Birdamdala mashinamo yetib keldi. Komandirlar mashinani to'sidi-da bu 4 jangchini mashinaga silib, jing orqa sap qorosiga opirib qo'yishni aytdi. Dastlabda shoför bir oz g'ingshgan bo'lsa-mu, jangchilarning ichinishlik ahvolini ko'rib ma'qul bo'ldi. Bu 4 jangchi mashinaga o'ltirib jingga qarab yurib ketdi. Qumluqdagi ig'ir safar kunning barg'ansiri qizib ketishi jangchilarni holsizlantirib. Dal tush vaqtida Qumbuloqqa yaqin qolganda qisqa dam olish bo'ldi. Jangchilar yonboshladi va miltiqlarini yerga uchburja qilib sanjib, ustiga kiyim-kechaklarini yepib, beshiga soyvan qilib, put-qo'llarini uzun so'zib yetib, ko'ngillik dam oldi. Ba'zilar toshyo'l ko'rikining ostiga kirib, toshni beshiga yostiq qilib, uyquga ketgan edi. Odam qattiq charchab uyqusi kelgan chog'da qattiq toshmo yumshoq bilinib ketadi. Qism bu yerda 3 soat rohatlanib dam olib Qumbuloqqa qarab yurib ketdi. Qumbuloqda pat-pat bo'ron chiqib qum ko'chib turg'achqa tosh yo'lni qum besib harva va mashinalar o'tolmay qoladi. Yo'l bekmo jafoliq. Tosh yo'l ustini aralab qum besib, qum dövlenib qolgan azgallarni uqishmasdan dastlab qumga kirib qoladigan ahvollarmi ko'riladi. Shu kuni kech soat 7larda Qumbuloqqa yetib kelib, Qumbuloqda uzunroq dam elindi. Qumbuloqqa kelganda komandir jangchilarning suv qachlarida bir tomchi suv qolmagan edi. Jangchilar yerib charchig'iniga qaramasdan qachlarini ko'tarib buloqqa qarab yugurishdi. Buloq beshida o'chiratda turgan jangchilar xili uzun sap tortgan edi. Bu ahvolni ko'rgan ofitserlar har bir rotaga qo'manda berib, orqasiga qaytirgan bo'lsa-mu,
Yanila 6 rota bilan 4 rotadagi jangchilar o'chirat talishib, varan-churan qilishib ketdi. Oxiri 6 rota bilan 4 rota komandirlari berib, varan-churan qilishgan jangchilarni o'z rotasiga qaytarib tanqid tarbiya berdi. Qism Qumbuloqda obdan dam elib, suvga qangandan keyin ertasi saharda Jinga qarab yo'lga chiqishdi. Jinga barg'ichimi yo'l qaqas cho'llik, dal daraxtsiz edi. Xisanto Qarataq degan kichik davandan oshganda ondan Jinga yetkili bo'ladi. Bu Qarataq ya unmaydigan qap-qara tosh tog' edi. Tog' jilg'isiga kirganda havo texmo tinchib, badandan suv quyilgandek ter eqib, kiyim-kechaklarni ho'l qilyapti. Komandir jangchilar davomli olg'a ilgarilab, tushdan keyin Jinga yetib keldi. Jing urush vaqtida ancha ko'p vayron bo'lmagan bo'lsa-mu, fuqarolar qechib, ko'pchiligi Daxiyanziga, ba'zilar G'ulji tarafga, ba'zilar Bo'rtalaga ko'chib ketgan edi. Dushmanlar sharqqa chekingandan keyin ko'chib ketgan fuqarolarning xili ko'pchiligi qaytib kelib, o'zining qoro joylariga joylashib olgan edi. Oldingi sapdan qaytgan Polik Jinga kirishi bilan Jing xalqi o'zining farzand askarlarini qizg'in qarshi oldi. Ularni o'rinlashtiradigan qoroning ikki yoqsiga rat-rat bo'lib tizilib, jangchilarga gul, non, to'qoch, tuxum va yozning har xil mevalarini tutishdi. Daqa dumbaqchilib usul o'ynashdi. Polik Jingning ta'minot qorosiga kirib o'rinlashdi. Bu qoro aslida Gomindan qismlari turgan cho'ng gazarma bo'lib, bo'sh uylar ko'p edi. Mana bu joyda qism 1-2 kun dam elib, o'zlarini bir qo'r ratga silib, andin G'uljiga qarab yo'lga chiqmoqchi bo'ldi. Xalqning bunda qarshi elishi charchagan jangchilarning harduqini chiqirib levatdi. Ular ruhlanib yangidan g'ayratga keldi. Ba'zilar jingdikilar bunchalik qilib ketdi. G'uljiga barsak qanchalik qarshi ilinarmiz deyishib hayajonlarini bosolmay qilishdi. Polik Jing qo'nalg'usiga yetib borgandan keyin Jingning hokim va nahiyalardagi munosabatlik idoralar vakillari oldingi sapdan qaytgan qahramonlardan hol so'raymiz deb bir necha kala qo'ylarning bo'yinlariga qizil latlarni bog'lab, komandir jangchilarning hammasiga yetgudak qo'l yog'liq, ofitserlarga yetarlik Sovetning Bilomor kanal deydigan paprosi va pachkilik muxriklarni akeldi. Polik boshliqlari ularning o'z farzandlaridan hol so'rganligiga rahmat etishdi. Shuning bilan gazarma qorosida bir necha yerda yo'g'on tosh qozonlarni esib, go'sht pishirib, charchab ketgan jangchilarning obdan harduqini chiqarib, dam oldirmoqchi bo'ldi. Jangchilarning xushalliqi ichiga patmay qilyotdi. Tamoq intayin ko'p etilgan bo'lib, komandir jangchilar rosa obdan g'izolandi. Eshib qolgan go'shtlarni atsi g'izolanishga ilib qo'yganmi bo'ldi. Tamoqdan keyin har bir rota harduq chiqarish uchun ko'ngil ichish yig'inlarini o'tkazdi. Jangchilar yo'g'on qoroga yig'ilib to'planib o'ltirishib, naqsha etishdi. Musajon Rozi tamburni qo'liga oldi. Abay Nasirov aka skripkani chaldi. Naqsha etib usul o'ynab, maydon rosa qizib ketdi. Ko'pchilikning ra'yiga qo'yib bersa, tang otquchimi bo'ldi qilmaydigandek edi. Oxiri Polik boshliqlari, jangchilar, charchidinglar, endi bo'ldi qilsaq, sizlar balduroq uxlab obdan dam elinglar, ahad ediganda yana yo'lga chiqsizlar deb tushundirgandan keyin ko'ngil ichish to'xtab, hamma o'z o'rinlariga berib uxlashdi. Bu yo'g'on qoroning ichini birdamdila jimjitlik bosdi. Faqat post almashtiruvchilarla kechining jimjitligida shipir-shipir qilib, u yoqdan bu yoqqa minib postlarni almashtirib yuratdi. Post almashtiruvchi dejurnilarning paypaslashib postlarni almashtirib yurgan ovozlardan boshqa hech qanday ovoz yo'q edi. 6-bob tugidi.